Yaxshilarim, assalomu yaxshimisizlar. Biz uyimiz yozmasdan bo'lmaydi. Qo'shnimga ham anchagina talafot tushdi, menga ham tushdi. Shoshinamiz yozgan ekan. Xullas, biz uyimiz kadastr bo'limiga murojaat qilmoqchiman. 1, 2, 3, 4, 5. Mana. Kamida 5,5 qarich. Ochiq o'tamiz mana. Biz uyimiz kadastr qilingan. Hamma yo'q joyda, bu qo'shnimniki ham joyidan yo'q. Lekin bobom o'lgandan keyin bu tomondagi qo'shnim uyni yangi qurgan. Bobom o'lgan yili qurgan, bundan oldin ko'rsatmasam bo'lmaydi. Endi pul achchig'i, jon achchig'i, qo'shnimga ham oson tutgan, uy yongan qo'shnimga. Lekin menga ham oson tutmasin u. Meni bobom o'qituvchi bo'lgan, hech kimga haqqini o'tkazmagan. Men ham o'tkazmayman, xudo xolasa. Ro'daga din ham kerak emas. Mana biz bu tomonimizda ham bobomda 60 cm joy bo'lgan deb kadastrda o'zim bor edimda mana. Ko'ryapsizlar? Bir qarichga yetmayapti. Kadastr Rishton tumani, Farg'ona viloyatining Rishton tumani kadastrlari. Qo'shnimdan necha pul oldilar? 60 cm meni haqqimda. Davlat tashab ketgan. Bajarni xuddi yo'qotgani necha pul olib nima qildilar? Qanaqa kadastr qilib berdilar? Menga shu haqida ma'lumot beringlar. Nimaga men sevim quydirganimda tashagan 60 cm 4 qarich tashaganman, 80 cm deydi. Sevimni o'zim quydirganman. Nimaga? Menga kadastr qilib berdilar. Kimlarim haqida qoldim. Mana bu tomonni ko'rasizlar. Men ust ishlatganimda joy tashlatganman deb. Mana. Ko'rinyapti? Kim huquq berdi sizlarga? Ikkita qo'shni orasida tashagan 80 cm joyni tashab, qo'shnimga uy qurishga ruxsat qilib, kadastr qilib berishga. Qanaqa uyim kuygan bo'lsa, kuysin shu qilganlardi. Kadastr xodimlari. Necha pul yeyapsizlar? Mana. Sut ishlatganda boya mahallalik bolalar ishlagan. 80 cm meni haqqimdan tashalgan. Chunki otam aytgandi, qo'shniga devor yopishmaydi, yong'in sochin bo'lsa deymaydi. Buzib yangilasa ham qizim yo'llar tashalgan deydi, olmagin degan. Menga Rishton tumani, Farg'ona viloyati Rishton tumani kadastr xodimlari, shu qo'shnim Dilshod Azam aka uyini kadastr qilganlar, javob beringlar. Javob beringlar. Nimaga 80 cm nima qancha pulga haq qilib berdilar shu qo'shnim uchun? Kelib hisob kitob qilib o'lchab ketinglar. Men sizlarni shu yerda Farg'ona viloyati Rishton tumani Mevazor Havaslar ko'chasida kutaman. Zam hokimlar ham keladi, aralashadi bunga. Necha pul olib, nima sababdan, nimani foydasiga qo'shnimga bu 80 cm rasmiylashtirib berdilar. Men tashaganman, ust ishlatganimda 80 cm tashab qurdirganman semonda. Chunki bobomning gapi bilan qurilgan bu. Buzib qursam ham yopishtirmaykelar qo'shniga ham degan, yopishtirgan. Bag'am xudo qolsa buziladi, buzilyapti. Yopishtirmaymiz bu bilan ham. Bu bilan ham haqqimda ajratib berasizlar. Nima sababdan? Dokument qilib berdilar. Bobom tirikligidagi dokument menda turibdi. Uyda hujjati. Nimaga Azam akani o'g'li Dilshodga meni 80 cm qolgan joyimda rasmiylashtirdilar. Javob beringlar kelib. Qo'qonlar birovda haqqidan 3-4 so'm uchun yugurmanglar, kadastrga yarashmaydi. Kelib menga hisobot beringlar, ajratib beringlar meni haqqimda. Devorni buzaman. Buzasizlar qurib olgan uyni. Meni haqqimda 60 cm, 80 cm tashlaysizlar. Bajarni xud qoladi o'sha yerda. Kim qanaqasi tushunsa tushunsin, lekin kadastr Rishton tumani javob beringlar.